Qani, nima bo'lyapti? 10 yildan beri yurolmayman. Tog'a, shu yurgizib yuboring. Sizni hamma yurgizib yuboradi deyapti. Boshlarim ham og'riyapti. To'g'ri joydasan, qizim. Ona qizim, hop. Hop. Ona qizim, qani? Qani? Oyog'im. Qani, og'riq bormi? Oyog'im ishlayapti. Og'riq yo'q. Ana. Ana, qanday shu Rahmat tabib tog'a, rahmat. Bor, o'ynor. Endilikda xuddi shu kabi ko'rinishda tabiblik bilan shug'ullangan shaxslar qamalishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, endilikda ruxsatnomalarsiz tabiblik faoliyati bilan shug'ullanib, tashxis qo'yib odamlarni davolab kelayotgan shaxslar bazaviy hisoblash miqdorining 15-20 baravarida jarima jazosiga tortilishadi. Xo'sh, ushbu xabarlar qanchalik to'g'ri? Holatga yana ham aniqlik kiritish maqsadida huquqshunos bilan bog'landik. Tabiblik xizmatini ko'rsatayotgan va ularni ijtimoiy tarmoqlarda namoyish qilib, moddiy manfaatdorlik evaziga fuqarolardan turli xil summalar evaziga tabiblik xizmatini ko'rsatayotgan shaxslar juda ham ko'payib ketmoqda. Xuddi shularni oldini olish maqsadida qonunchilikka yangi o'zgartirish kiritilmoqda, ya'ni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga yangi modda bilan to'ldirilmoqda. Ya'ni endilikda ruxsatnomasiz, litsenziyasiz tabiblik qilganlik, fuqarolarga qandaydir tabiblik xizmatlarini ko'rsatganlik litsenziyasiz javobgarlik belgilab berilmoqda. Demak, ushbu holatda fuqarolar 15 baravardan 20 baravargacha, mansabdor shaxslar esa 20 baravardan 25 baravargacha miqdorda jarima to'lashlariga to'g'ri kelyapti hozirgi kunda. Shu o'rinda hurmatli yurtdoshlar, o'z xonadonini shifoxonaga aylantirib, hech qanday tibbiy malaka, bilimsiz tabiblik bilan shug'ullanayotgan shaxslarga qimmatli hayotingizni ishonib topshirib qo'ymang.